Bu Buydanın abduri Lo Guanzhong bilen 3 parçalık haqida qissaning abduri Lo Guanzhong ikkisi bir odamdir. Hammamiz bilamiz bu Su Buydan nomli bu eserning ikki abduri bor. Shinayam va Lo Guanzhong. Undaqda bu yerdagi Lo Guanzhong apandim şu 3 parçalık haqida qissaning abduri Lo Guanzhong şunu. Nurg'unlar buni o'ylab baxmagan bo'g'aytonlar deyman. Ya'ni bu Su Buydan nomli eserni Shinayam dastlabki abduri, dastlabki qalam davrituvchi buni yezib, ratlab ma'lum bir bosqichga kelgan. Keyin bu yerdagi Lo Guanzhong apandim bu Su Buydan nomli eserni davomli qayta tuzitish kirdirib, takrorlab, pishiqlab, ratlab, hozirgi bir mukammal holatga kelgan. Ya'ni buni mandaq tushunsak bo'ladi. Shinayam apandim bu yerdagi bir uyni qasrni solgan, Lo Guanzhong apandim kelib buni jongshu qilgan, jongshuzni bitagan. Dal shundaq gap. Endi bu yerdagi Su Buydan bilan 3 parchalik haqida qissa ikkisi Ming sulolasi davrida barliqqa kelgan. Endi bu ikkisidan qaysi baldur yezilgan o'tirib chiqqan deganda 3 parchalik haqida qissa baldur maydonga kelgan. 4 klassik asarning tartibidan aytgan vaqtda eng dastlab G'arb sayohat, uning keyindan 3 parchalik haqida qissa, uning keyindan Su Buydan. Bu üçüncüsü Ming sulolasi davrida yezilgan. Qizil Rabaqtıq kuşu olsa Qing sulolasi davrida yezilgan. Ya'ni Qianlong yillarida barliqqa kelgan. 3 parchalik haqida qissaning mazmuni olsa Sharqiy Xan sulolasining oxirgi davri, oxirgi yillardagi bir ansiz zaman vaqtlar yezilgan. Su Buydan olsa Song sulolasidagi Song Huizongning bir davri yezilgan. Ya'ni bu voqea 3 parchalik davrdan keyingi vaqt. Yeni bir uchur Su Buydanda Guanyuning Huatuga biligidagi o'qdagi yarini amlatgini hikoya qilinib turdi. Endi bu Guanyuning biligini Huayuga emletken bu işi 3 parçalık haqida qissadan burunqi hech qanday asarda tilga ilinib bakmagan. Ya'ni eng dastlab 3 parçalık haqida qissada tilga ilingan. Demakchi, mana shu ikki uchurdilar bu yer 3 parçalık haqida qissa Su Buydandan burun barliqqa kelgan. Bu davrlarning o'zida hozirgidek katta basımxonalar, kitobxonalar yo'q. Ma'lum bir kitob yozilgandan keyin manchinchili yozildi deb buningdek yozilmagan. Ko'pincha qumush kitobga, rehlarga, keyin qog'ozlarga yozilgan bilan bularning saqlab, necha yuz ming yillardan buyon qo'ldan qo'lga o'tib, bularda kitoblarning tarqalishi shu 21 xatda bu kitobni bir-birlab yozib, ko'chirib taqtidi. Mushunda qo'g'ashqiliq aniq jilnoma, aniq paketlik yo'q demakchi. Yana mush kitoblar uchurlar orqali mushunda hukm qilamiz. Yeni bir xil qarashda tahlilda bu yerdagi Lo Guanzhong bilan Shinayam ikkisi bir odam. Bu yerdagi Lo Guanzhong apandim eng dastlab 3 parchalik haqida qissani yezib o'ttirib chiqargandan keyin bu yerdagi Zhou Yanzhang degan bir amir buni yoqtirmagan. Yeni bu 3 parçalık haqida qissadagi Dongzhouning hikoyasini o'ziga bek o'xshab ketgan. Buning ham materiali men bo'lib qoptiman. Ya'ni mening shundaq bir ishlarimni noyat ustulik bilan kirdirib o'tibdi deb qarish chiqqan, buni qaslimakchi bo'lgan. Keyin shuningla Lo Guanzhong apandim o'zini yushirib qochgandan keyin bu yerdagi Su Buydanni Shinayam degan nom bilan o'tirib chiqargan. Zhou Yanzhang keyin bu yerdagi Su Buydanni cheklab ko'ydib yo'qitib o'tmoqchi bo'lgan. Shuning uchun Lo Guanzhong mana shu ikkisini ishlatgan degan qarash tahlillarmi bor. Lekin hamda to'g'ri xatoligini men taz aniq jazm qilmayman. Lekin shundaq bir qarash tahlillar haqiqatan mavjud. Lo Guanzhong apandim milodiy 1330-yili Shanshining Taiyuan oymog'ida tug'ilgan. U tarix bilan adabiy hikoya ustulik bilan birlashtirib san'at darajasiga eng yuqori pallaga chiqqan mamlakatimizdagi eng katta yozuvchilarning birisi, boshlamchisi, otasi deyishga bo'ldi shundaq hikoya romanchilikning. Navoda Shinayam bilan Lo Guanzhong ikkisi bir odam emas degan taqdirning o'zidimi bu 4 klassik asarning ichidagi 3 parchalik haqida qissaning to'liq abduri, ya'ni Su Buydanning yondosh abduri bo'lib qaranglar 4 klassik asarning ikkisida madamning qalami bor. Shuning uchun amdiza Su Buydandagi ba'zi tasvirlarning, masalan, Guanyuning o'g'li Guanshengning, uning keyindan bu yer Shivengong bilan Lubuning tasvirining, uning keyindan Chilan To'riq otni, masalan, Zhang Fei bilan Li Kuining mijozining o'xshab ketishi degandek nurg'un o'xshash mazmunlarning nima uchun barliqqa kelib qolganligini endi his qildinglarmi? Endi tushundinglarmi mani? Chunki bu ikkisining yildizi bir qalamdan chiqqan. Shuning uchun shunday o'xshashlik yaqin mazmunlar shikilsidi bor demakchi. Bu klassik asar qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat. Su Buydan nomli asarda yeni qanday bir sirlarga yeshilingan mazmunlar qiziqsanglar, ping unchuk qoldiringlar.